Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Biz ijodiy guruhimiz bilan birgalikda O'zbekiston Milliy arxivining ko'rgazmalar zalidamiz. Bu yerda juda ko'p tarixiy rasmlar, suratlar va tarixiy hujjatlar namoyish etilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur haqida olimlarimiz juda ko'plab ilmiy ishlar qilishgan, monografiyalar yozishgan va ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ana shunday eng barakali ijod qilgan olimlardan biri esa akademik Sabohat Azimjonovadir. Aynan O'zbekiston Milliy arxivida Sabohat Azimjonovaning shaxsiy hujjatlari bu yerda saqlanadi, jumladan ilmiy ishlari ham va juda ham noyob bo'lgan aynan Azimjonovaning o'zlari dunyodan yig'ib kelgan turli noyob kitoblar, suratlar ham bu yerda saqlanadi. Biz sizga hozir nihoyatda noyob bo'lgan bir kitobni ko'rsatmoqchimiz. Bu Indiyskiy divan deb rus tilida chop etilgan bu kitobda nihoyatda qiziq bir surat bor. Bu suratni ochig'i biz ilk marotaba ko'rsatuvimizda namoyish etyapmiz va bu bilan albatta faxrlanamiz. Bu suratni ko'rib judayam hayratlandim. Mana bu surat haqqoniy Bobur Mirzoning surati. Bu surat Londonda, Buyuk Britaniyada saqlanadi. Asl nusxadan mana suratni olib, mana shu kitobga chop ettirgan. E'tibor bersangiz, sallasi butunlay boshqacha o'ralgan. Qadrli teletomoshabinlar, biz manbalar so'zlaganda ko'rsatuvini sizlarga havola etamiz. Marhamat tomosha qiling. O'ylaymizki, sizga juda qiziq bo'ladi. Sabohat Azimjonova 1923-yilning dekabr oyida Toshkentning Labzak hududidagi ishchilar shaharchasida dunyoga keladi. Mahallada ko'plab ziyoli oilalar turgani boismi qizcha yoshligidan ilmga mehr qo'yadi. Mahallasidagi mushoira kechalariga qatnashib, Navoiy, Fuzuliy, Bobur, Bedillarning ijodidan tinglab ulg'ayadi. Mahallaning oddiy qizi tinimsiz ilm yo'lidan borib, sharqshunos olima, tarix fanlari doktori, professor, O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi darajasiga yetadi. Urushning dastlabki yillarida Toshkent pedagogika institutini tamomlagan olimamiz O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida katta ilmiy xodim, institut direktori, bo'lim boshlig'i, yetakchi ilmiy xodim kabi lavozimlarda ishlaydi. Bu inson menga onamdek aziz. Haqiqiy Boburshunos mana shu inson edi. Sabohat Azimjonova 28 yil Sharqshunoslik institutiga rahbar bo'lish. Shu bilan birgalikda chin inson. Mana hozir shuni qo'llaridan narsalar o'qiyapman-da, Beruniy va Bobur Hindiston haqida. Bitta maqolaga bitta qancha vaqt ketkazgan o'sha paytda. Endi haqiqatdan ham eng og'ir davrlarda, eng juda og'ir paytlarda, Boburga qancha tosh otilgan paytlarida mana shu inson ayol boshi bilan chidab bergan, turib bergan. Universitet tugatib kelganimda o'zlari taklif qilganlar. Ishlang mana shu yerda deb olib qolib, Женское движение зарубежного Востока degan bo'limni boshlig'i edi opa. Ya'niki direktorlikdan olingan, Boburga tosh otishlar avjida, Boburni chiqarib bo'lmaydi. Men ishga kirishim munosabati bilan Boburlar tarixi degan bo'lim ochilgan Sharqshunosda. Hozirgacha esimda. Shunday xonaga kirsam, o mushchina deb ayollar baqiraverishgan. 5-6 ta ayol bir xonada o'tiradi. Ayol erkak kishi nima qiladi? Keyin nima ish qilasan gapirishgan. Qanaqa? Bobur bo'yicha ishlanmoqchiman. Kim ruxsat berar ekan? Qani? Ana shunday davrlar edi. Mana shu arxivni ko'rib, mana bu maqolalar, u paytda bitta maqola chiqish uchun bir nechta taqriz kerak bo'ladi. Ayniqsa adabiyot san'atida yo boshqada. Men hozir bitta misolni sizga aytib o'tib ketaman. Meni qo'limdagi bu kitob hozir mana shu risola mendan ham yoshi katta. 63-yil nashr etilgan ekan. Va oradan 5 yil o'tgandan keyin 1968-yilda xalqaro kongressda bu narsani opa dunyo ahliga e'lon qiladi endi. O'sha paytda opaga otilgan toshlar, bilasizmi? Bu uydirma narsa deyishadi olimlar. Uydirma deyishdi. Ya'niki bu yo'q narsa. Ana shunda opani xafa bo'lganlarini eslayman.
Endi men bu keyinroqda gapiryapman, 90-yildan keyin voqeani. Bularni ko'p narsalarni opa ichiga yutardi, aytmasdi. Shunaqa bir buyuk shaxs edi-da. O'sha odamlar tosh otishgan. Lekin keyinchalik mana Eronda haqiqatdan ham hattoki Qur'oni Sharifni mana shu xatti Boburiyda ko'chirilganlik to'g'risida uning nusxalari O'zbekistonga olib kelindi. Topildi, mana ko'ryapsizmi? Mana shunday bir buyuk shaxs edi, aql zakovat egasi edi demoqchiman. Bir joyda aynan mana shu axsida bundan bir 2-3 yil ilgari respublika miqyosida bir anjuman o'tkazildi, meni taklif etishdi. Sovuq kun edi. Yirik boburshunoslardan biri, kandidat ishlari ham, doktorlik ishlari ham Boburnoma bo'yicha bo'lgan Ne'matullo Otajonov Londonda ishlagan, Frankfurtda, chet ellardan juda ko'p ma'lumotlarni olib kelgan olim. Men juda hurmat qilaman bu domlani. Menga savol berdi. Aytingchi dedi, Bobur bo'yicha qanaqa dissertatsiyalar qilsak bo'ladi degan savol berdi. Men qo'limni ushqib turdim. Siz sanang boburshunos dedi. 5 ta sana bera olasizmi? Ne'matullo aka o'ylanib turdi, yo'q dedi. Boburshunos yo'q, haqiqatdan ham yo'q. Lekin boburshunoslik haqida yozilyapti, dissertatsiyalar bor, doktorliklar qilingan, ammo tom ma'noda haqiqiy boburshunoslar mana bunaqa ajoyib o'lmas tadqiqotlar qoldirib ketdi. Zahmatkash olima 150 dan ortiq ilmiy maqola va risolalar muallifidir. Asosiy ilmiy ishlari Boburning Qobul va Hindistondagi faoliyati, O'rta Osiyo xalqlarining o'rta asrlarda qo'shni xorijiy mamlakatlar bilan o'zaro siyosiy va iqtisodiy munosabatlariga bag'ishlangan. Asarlari Eron, Afg'oniston, Hindiston, Fransiyada chop etilgan. Boburning qizi Gulbadan begimning Humoyunnomasini fors tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib, Toshkentda va fransuz tilida Parijda nashr ettiradi. Sabohat Azimjonova bir qator xalqaro ilmiy kongresslarda ilmiy ma'ruzalar qilgan. Beruniy nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti hamda Javoharlal Nehru xalqaro mukofoti laureatidir. Boburnomani aynan Sabohat Azimjonovaning davrida rus tilidagi tarjimasi nashr etildi 1958-yil. 1948-49-yillarda opa direktor bo'lgan paytida birinchi ilmiy nashr chiqdi. Undan keyin 1960-yilda chiqdi. Sodiq Mirzayev bilan Parsa Shamsiyev edi. Men uzr so'rayman, opa hech qachon Parsa deb gapirmas edilar. Parsaxon deb aytardilar. Menimcha bu odam eshonlardan yoki saidlardan bo'lgan. Parsaxon deb aytardilar-da, hech qachon Parsa demagan opa. Sodiq Mirzayev haqida bir narsani aytib ketaman. Eng yirik arab shunos olimlardan bo'lgan. Ishsiz qolgan shu odam. Tushunasizmi? Sharqshunos ustidan bu odamni haydash kerak. Shunday bir davrlar bo'lganki, tosh otish bo'ladi. Nima kerak bizga arab tili? Mana shu yerda arab tili bo'yicha mutaxassis bor deyiladi. Parsaxon Shamsiyev menimcha fors tilida mutaxassis bo'lgan bo'lish kerak. Ana o'shanda Sabohat Azimjonova Sharaf Rashidovning qabuliga kiradi. Tasavvur qiling, bitta o'qituvchini ishga olib qolish uchun, ya'niki mutaxassis demoqchiman. Endi ustozlarni o'qituvchi deymiz. Sodiq Mirzayevda holat shunaqa bo'lganki, opani aytib berishicha o'sha paytlarda tramvay 3 tiyin bo'lgan. 3 dona gugurtning puli. Piyoda kelganlar. Ish kerak-ku. Ana shunday yetuk mutaxassislarga ish bilan ta'minlashni yo'lga qo'ygan shaxs edi Sabohat Azimjonova. Bu buyuk shaxs edi. Boburnomaning keyingi nashrlari haqida gapirib o'taman. Boburnoma 1960-yilda qayta nashr etiladi. Bu paytda Sodiq Mirzayev kasalliklar tufayli ishtirok etolmaganlar, lekin baribir ham hurmat yuzasidan oldingi nashrda 48-49-yildagi nashrda xizmatlari bor uchun bular albatta u kishining ham familiyalari qo'yiladi. Keyingi nashrlari endi masalan biz eng ko'p Boburnomaning ommaviy bo'lgan nashri bu 1989-yilda 200 ming adatda nashr etildi. 90-yil yana 1 yildan keyin esa 100 ming tirajda. Hozircha bunaqa tirajda Boburnoma nashr etilgani yo'q. Nashr etilyapti 10 ming, 5 ming tirajda, lekin uni mana 2002-yildagi nashrida ilmiy nashr deb ataymiz. Bu nashr ham 2002-yildagi nashr ham ilmiy nashr. Bu yerda anchagina tuzatishlar bo'ldi. Lekin shu bilan birgalikda o'ziga yetarli darajada kamchiliklar bo'ldi. Kamchiliklar nimadan iboratki, 60-yilda nashrda ko'chirishda, bu yerda olimlarni xatosi deb aytmayman, haligi ko'chiruvchi qizlarimiz deymizmi, yoshlarimizmi, juda katta xatolar, hattoki bitta joyda 16-18 ta so'z tushib qolgan joylari bor. Yoki birgina harfni o'zgarib ketish qancha o'zgartirib yuboradi. Juda ko'p mana shunaqa o'zgartirishlar borki, buni endi men qo'limdagi kitob Boburnomaning eng oxirgi ilmiy nashri hozircha
Albatta bunun ustida ishlar qilinishi kerak, hali qilinadigan ishlar juda ko'p. Sabohat Azimjonova Hindistonga borganlarida katta bir ko'rgazmada ko'rib qoladi. Mana shu keyin uni nashr etadi. Hindistonda Azimjon chiqargan anchagina arab yozuvidagi alifboda nashr ettirdi. Tarjima qilgani yo'q. Bu juda noyob narsalar sizlarda. Men juda ham xursandman. Mana shu rasmni biz ko'proq targ'ib etishimiz kerak. Lekin ba'zi narsalar bor-da, bilasizmi? O'sha oldingi chizilgan, o'sha bizda eng mashhur bo'lgan Malik Nabiyev adashmasam ismlari rassomimiz chizganda rasmni yuziga qarab turib bilasiz. O'sha Hindistonda turgan tasvir qilinyapti, lekin Hindistonning iqlimi qanaqa issig'i, u yerda unaqa postin kiyib yuradigan odamni uchratmaysiz. Olimaning ko'p shogirdlari akademik bo'lib yetishdi. Nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni respublikalarda ham shogirdlari talaygina. Shogirdlari opani ko'z yoshisiz yodga ololmaydilar. Xuddiki onasi kabi bo'lib qolgan olimani yaxshiliklari bir umr ularning yodida qolgan. Biz Sabohat opa deb o'rganib qolganmiz. Ular bilan tanishishim shu institutga ishga kelishim bilan bog'liq. Shu bilan birga qisqa qilib aytganda, mana shu kunga yetib kelishim, ilmiy sohada qilgan ishlarim hammasi men shu Sabohat opaning harakatlari bilan boshlangan va shuni natijasida bilaman. Chunki u kishi agarda men institutni diplomini bitirgandan keyin shu paytdagi odatga ko'ra 1 yil qayerdadir ishlash kerak edi. Keyin diplom qo'lga tegar edi. Shunda men 59-maktabda Xadradagi 1 yil ishlab turdim. O'tda endi Xitoy tili bor edi shu maktabda. Diplomni olib kelgandan keyin men uchrashdimda shunaqa ilmiy ish qilmoqchiman. Mana 4-kursda boshlagan diplomimni keyin himoya qilib, bu ham shu tarixdan diplom yozib himoya qilganman deb diplom qo'limda ko'rsatdim. Yozgan diplom ishi qo'lga olib varaqlab qaradilarda hujjatlarimni ko'rdilar. Ko'rib aytdilarki, biz dedilar shu institutda Xitoy bo'limini ochish niyatimiz bor. Lekin odam yo'q. Bu fikr endi Moskva tomonidan bizga taklif etilgan dedilar. Moskvada bir akademik bor. Sergey Leonidovich Tikvinskiy degan. U kishi ham akademik, ham siyosiy arbob. Sobiq SSR Tashqi ishlar vazirligida Janubiy Osiyo departamentini rahbari, ham Xitoy bo'yicha Tashqi ishlar vaziriga maslahatchi. Shuni oldiga borasiz dedilar. O'zingiz borib, o'zingiz hisobidan gaplashasiz. Xuddi shu gap asosida, shu uchrashuvdagi taklif asosida men ham Moskvaga ketdim. Avgust oyi edi. Borishdan oldin u kishiga albatta Toshkentdan turib shu Sabohat opa bergan telefon asosida telefon qildim, kimligimni aytdim, kim nomidan telefon qilganligimni aytdim. Bo'pti deb bir vaqtni aytdilar. Shu avgust oyining bir o'rtasiga, 16-avgustga. Bordim, borib uyga taklif qildilar. Uyda uchrashdik. Uyi o'zi haligi katta zoli kabinet ekan, o'zi muzey bo'lib ketgan ekan, nafaqat kitoblar, o'tda turli joylarga borganda olib kelingan sovg'alar, haligi eksponatlar, tarixiy eksponatlarda endi. Shu yerda o'tirib
ular ham mana diplom ishimni ko'rib chiqdilar varaqlab. Keyin xitoycha kitob o'qitib ko'rdilar, gaplashib ko'rdilar. Keyin inglizcha o'qidinglarmi deb so'radilar. Ha, o'qidik dedim, bir inglizcha kitobni ko'rsatib o'qib boq. Nima haqida gap ketyapti deb so'radi, men aytib berdim. Shundan keyin bo'ldi, men roziman. Dedilar, men buni nimaga aytib beryapman? Men shu odamga, shu kishiga nomlamga yubormagan bo'lsalar, yoki meni bilmaydilar u. Kelib hozir bizda aspiranturada o'rin yo'q. Bo'lganda kelasiz, u bu desa, men albatta ketgan bo'laman, qaytib, keyin boshqa ishga o'tib ketgan bo'laman. Shu bilan albatta ilmiy yo'nalishdan meni yo'lim demak yopiq bo'lgan bo'lardi. Mana shu birgina haligi taklif, ko'rsatma, eng muhimi domlalar bilan tanishtirish, bu juda katta rol o'ynadi deyman. Ayolni ko'proq ayol tushunadi. Shogirdi Dilorom opaning ham ishda, ham oilada Sabohat opaning ajoyib ayol ekanini aytar ekan. Opa katta dargohni rahbari bo'la turib, xodimi kerak bo'lib qolsa, o'zlari yoniga tushib topshiriq berar ekanlar. Bugungi kunda dunyodagi eng boy kutubxona fondini shakllantirishda ham Sabohat opaning xizmati beqiyos ekanini akademik olimamiz Dilorom Yusupova e'tirof etdi. Yaxshidan bog', yaxshi olimadan millatni boy qiladigan mana shunday boylik qoladi. Men 1963-yil Toshkent davlat sharqshunoslik institutini bitirganman va u payt yo'llanma orqali ishga joylashtirishardi. Shu yo'llanma bilan shu institutga kelganman. U payt bizning institut hozirgi sizlarni televideniyalar joylashgan joyda bo'lardi. Sabohat opaga uchrashganman, mana shu kuni o'sha payt tanishganman. Va ular shu yo'llanmamni ko'rib, qaysi tilni bilasiz deganlar. Fors tili, pushtu tili, ingliz tili dedim. Bo'pti, bo'lmasam men sizni bir yosh, yaxshi eronshunos olimga biriktirib qo'yaman. Laborant sifatida ishlaysiz dedilar va kichik laborant bo'lib ishga kirganman. Sabohat opa men olima bo'lib shakllanishimda juda katta rol o'ynaganlar. Mana bilib, qaysi bilimga egaligini, kim bilan ishlolashligini biriktirib qo'yganlar va u paytdayoq shu Asomiddin O'rinboyev o'sha ko'zga ko'ringan olimlardan edilar. Shu bo'yicha shu kishini qo'lida ishlagan. Shahanto'rdagi binoda biz yangi binoga ko'chganmiz. Yangi binoda hozir arxeologiya instituti joylashgan. Shu ko'chish jarayonida Sabohat opa juda katta ish qilganlar. Chunki qo'lyozmalarni shikastsiz ham yo'qotmasdan ko'chirish kerak edi. Shunga bosh-qosh bo'lib, xraneniyamiz boshlig'i Qavomiddin Munirov edilar. Shu kishi bilan Sabohat opa juda katta ish qilishgan. Bironta qo'lyozma ko'chish jarayonida yo'qolmagan, birontasi shikastlanmagan. Ko'chganimizdan keyin, saldan keyin 69-yil bizning institutga Fransiya prezidenti George Pompidou kelish kerak edi. U paytda hali institut atrofi yaxshi tartibga keltirilmagan edi. Hamda shu bog'ning ichida bitta xonadon bor edi. Shu xonadonni tezda ko'chirib, Sabohat opa shu ishlarga bosh bo'lganlar. Ko'chirib, daraxtlar ektirib, xuddi bu yerda bog' bordek qilib tartibga solganlar, chunki Pompidou kelishiga tayyorgarlik qilish kerak edi. Mana shu ishlarni ham Sabohat opa bajarganlar. Keyin mana ularning bitta xislatlarini aytish kerak. Har bitta xodimni qaysi ahvolda yashayapti, nimaga muhtojligini
juda ham yaxshi bilar edilar. Mana hozir shu yerda akademik shaharchasi bor. Bu yerda endi hozir o'tib ketdi ko'p domlalarimiz. O'sha domlalarga ko'pchiligiga xonadon olib berganlar. Prezidiumlarga borib, yugurib, mana shunaqa qilib har bittasiga uy olib berganlar. Mana shu uylarda hozir farzandlari yashab yurishibdi. Ayol kishi uyini ishidan tashqari shuncha ishlarni qilish, institutni boshqarish hamda har bitta xodimni ichida nima tashvish borligini bilish, bu albatta hammaga, bu xislat hammaga munosib bo'lmaydi albatta. Saboqatda institutni fundamentini qurib berganlar deb men aytaman. Chunki mana qo'lyozmalarni olib kelish butun respublika bo'yicha komandirovkalarga odamlarni yuborib, xonama-xona yurishib, qo'lyozmalarni olib kelishardi. Undan tashqari bitta qari kishini yo'llagandilar. Shu kishi borib har oy bir qop qo'lyozma olib kelardilar. Shu kitoblarni sotib olinardi. Aytmoqchimanki, bizning qo'lyozma fondimizni 85%ni Saboqatba davrida olingan. Chunki mana har xil yo'llar bilan harakat qilardilar. Nafaqat qo'lyozma hujjatlarni ham toptirib kelishga juda katta harakat qilganlar u kishi. Saboqatba nihoyatda sodda ayol edilar. Sodda, lekin aqlli ayol edilar. Mana 49-yilda nomzodlik dissertatsiya himoya qilgan bo'lsalar, nomzodlik dissertatsiyalari Umar Shayx va Boburning Qobul va Hindistondagi faoliyati nomi bilan. Taxminan 20 yildan keyin 69-yilda Boburni Qobul va Hindistondagi faoliyati degan nomini doktorlik dissertatsiya yo'qlaganlar. Nomzod bo'lganlaridan keyin saldan keyin ularni institut direktori qilishgan. Butun bizning fondimizda qo'lyozmalarni dunyoga tanitishda Saboqatbani rollari nihoyatda katta. Uning uchun shu qo'ldan keladigan mutaxassislarni shu ishga jalb etganlar, sharoit tug'dirib berganlar va shu sharoit orqali shu 11 jild katalogi ro'yobga chiqqan va bizda bor qo'lyozmalar bilan butun dunyo foydalanishi mumkin. Masalan, biz shu yerda o'tirib Britaniya muzeyida saqlanadigan qo'lyozmani yoki Fransiyada yoki Ozarbayjonda nima borligini shu kataloglar orqali bilamiz. Ular esa bizning kataloglarimiz orqali bilishgan. Mana shu ishda ham bosh-qosh Saboqatba bo'lganlar. O'zlari bir qancha ilmiy ishlar qilganlar, taxminan 100 dan ortiq. Ham katta institutning direktori bo'lib turib, u paytda katta edi bizning institutimiz. Hozirga nisbatan 3-4 barobar katta edi. Ham shunday katta institutni boshqarish, ham ilmiy ish qilish, ham o'ynash va hokazo har bitta xodimni ehtiyoj bo'lgan narsasidan xabardor bo'lib yugurib o'shalarni to'g'irlab berish hammani ham qo'ldan kelmaydi, to'g'rimi? Ayol kishi sifatida aytaman. Mana shu ishlarni hammasini Saboqatba qilganlar. Bugungi kungacha boburshunos olimlar, akademik Saboqat Azimjonova qoldirgan ilmiy merosga tayanadilar. Olimaning boy ilmiy merosi haligacha o'zbek davlatchilik tarixiga xizmat qilib keladi. Hozirgacha olima davrida tarjima qilingan Boburnamachalik tarjima dunyo yuzini ko'rmadi. Saboqat opa yirik olim, etnografiyaning otasi, akademik, tarix fanlari doktori, professor Karim Shoniyozov bilan turmush qurib, 2 farzandni olim qilib tarbiyalashdi. Olima haqidagi ko'rsatuvimiz Saboqat Azimjonovaning barcha manbalari bilan to'liq yoritilgani yo'q. Sababi arxivda juda katta fond saqlanadi. Bu fond haqida yuzlab ko'rsatuv tayyorlasa bo'ladi va biz albatta bu mavzuga yana qaytamiz. Qadrli teletomoshabinlar, umuman O'zbekiston Milliy arxivida juda ham ko'p
manbalar rus tilida ham saqlanib qolgan. Bu rus tilidagi manbalarni ham albatta o'zbek olimlari yozgan. Siz yaxshi bilasiz, Sovet paytida juda ko'p ma'lumotlar Moskvaga uzatilgan. Ulardan bir nusxasi esa bizda saqlanib qolingan. Olimlarimiz juda katta mehnatlar evaziga Bobur Mirzoni shaxsini tiklash, uning ijodini yanada ko'proq o'rganishga imkoniyat yaratish maqsadida albatta mana shunday ilmiy ishlarni amalga oshirgan. Biz boburshunos tadqiqotchilarni albatta O'zbekiston Milliy arxiviga taklif qilib qolamiz va Sabohat Azimjonovani mana shu shaxsiy fondini tadqiq etishlarini istagan bo'lardik. Albatta bu yerda juda ko'plab manbalar yoritilgan. Biz esa ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling.